Assalomu alaykum do'stlar. Mana Toshkentdan kelgan Alijon akamizning ko'chatlarini ekishni boshladik. Bugun 26-may 2024-yil. Eksperiment qilib gigant navadan ekyapmiz. Har bittasidagi 3 kilodan biyagum solindi. Assalomu alaykum. Alijon aka, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Alijon aka, sizdan o'tgan olgan avatar Amerikan gigant ko'chatlarimiz mana 2-yil bu yil hammasi zo'r, 100% ko'kladi. Tagidan kesganmiz, shunaqa ko'p shox chiqardi. Ikkitadan qoldi, qolgan toqalab yuboraylikmi, sal kattaroq bo'lsinmi? Ko'chatlarga gap yo'q, rahmat, zo'r aka. Assalomu alaykum do'stlar. Toshkentdan Alijon akamiz olib kelgan ko'chatlarimiz avatar hamda Amerikan gigant ko'chatlar olib kelganmiz. 99% ko'kladi. Hammasi yaxshi, xudo xolasa. Keyingi yil meva qilgandan bitta reportaj qilamiz, xudo xolasa. Assalomu alaykum. 2025-yil 19-sentyabr. Avatar ko'chatlarimiz nishona hosili. Ya'ni birinchi shoxdan emas, yon shoxdan chiqarib qilgan hosili. Toshkentdan Alijon akamiz olib kelgan ko'chatlarini o'tgan yili iyun oyida ekilgan qalamcha ko'chatlar. Nishona hosil berdi. Assalomu alaykum. Amerikanskiy gigant uzumlarimiz. Bu yil 3-yili hosili.